Aksariyat davlat rahbarlarining kortejlarida nega aynan Mercedes-Benz modellarini ko'ramiz? Davlat rahbarlari kortejlari uchun avtomobil tanlash jarayoni shaxsiy didga bog'liq emas. U xalqaro xavfsizlik standartlari, diplomatik protokol va hujjatlashtirilgan sinov natijalariga tayanadigan qat'iy tizimdir. Aynan shu tizim ichida Mercedes-Benz o'nlab yillar davomida siyosiy transport bozorida deyarli yagona sertifikatlangan platforma sifatida shakllangan. Buning birinchi sababi Mercedes-Benz Guard liniyasining muntazam ravishda VR7, VR9 va VR10 darajadagi zirhli sertifikatlarga ega bo'lgan seriyali ishlab chiqariladigan avtomobil ekanidir. Bu darajalar VPM laboratoriyalarida real portlovchi modda, o'q uzish va bosim zarbalari sinovlari bilan tasdiqlangan bo'lib, aynan shu sertifikatlar NATO davlatlari, Yevropa Ittifoqi, BMT va MDH davlatlar protokollarida majburiy standart sifatida ko'rsatiladi. BMW va boshqa brendlar zirhli versiyalarni faqat ayrim modellarda va ko'pincha maxsus buyurtma bilan ishlab chiqaradi. Bu esa davlat xizmatlari uchun barqaror yilma-yil sinovdan o'tgan platforma degan talablarga mos kelmaydi. Ikkinchi omil esa Mercedesning siyosiy transport infratuzilmasi bo'yicha global ustunligi. Bugungi kunda dunyoning 80 dan ortiq davlat rahbarlari kortejida aynan Mercedes-Benz Guard ishlatiladi. Bu raqam BMW uchun 20 dan kam, Audi uchun esa 10 ta davlatlar atrofida. Mercedes-Benz diplomatik servis markazlari soni ham eng yuqori. 60 dan ortiq mamlakatda maxfiy texnik xizmat ko'rsatish bo'limlari mavjud. Bu bo'limlarda ramflash shinalarining avariyaviy holatda 30-50 km yurish imkoniyati, portlashga chidamli pnevma kapsula eshiklari, avtonom kislorod tizimi, pastdan mina portlashga qarshi modullar kabi maxsus bloklar muntazam tekshirilib turadi. Bunday global servis tarmog'iga ega bo'lmagan brendlar davlat kortejlarida uzoq muddatli xavfsizlik kafolatini bera olmaydi. Uchinchi omil bo'lsa siyosiy xavfsizlik bo'yicha doimiy integratsiya. Mercedes-Benz har yili yangi S-Class Guard, Maybach Guard yoki GLS Guard modellarini chiqarayotganda ularni BKA, ya'ni Germaniya federal kriminal politsiyasi talablariga moslab sinovdan o'tkazadi. Aynan BKA protokollari ko'plab davlatlar uchun asosiy mezon sifatida olinadi. BMWning zirhli modellari esa ko'pincha maxsus buyurtma sifatida yaratilgani sababli har yili yangilanmaydi va siyosiy xizmatlar uchun yagona standartli platforma bo'la olmaydi. Mercedes-Benz siyosiy ramzga aylanganining sababi ham bor. 1960-yillardan beri Germaniya kanslerlari, Saudiya Arabistoni qirollik oilasi, Fransiya prezidentlari, Xitoy, Rossiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Turkiya, Janubiy Koreya kabi ko'plab davlatlar o'z kortejlarini aynan Mercedes bazasida shakllantirgan. Vaqt o'tishi bilan bu tarixiy amaliyot diplomatik protokollarda qabul qilingan standart sifatida mustahkamlandi. Boshqa brend kortejda paydo bo'lsa, u davlat rahbari xavfsizlik talablari bo'yicha to'liq modulga ega emasmi degan savol tug'diradi. Shuning uchun aksar hukumatlar xavf-xatardan o'zini tiyishga urinadi. Xulosa shuki, davlat rahbarlari Mercedes-Benz'ni obro' uchun emas, balki hujjatlangan xavfsizlik sertifikatlari, global diplomatik servis infratuzilmasi, real portlash va o'q sinovlaridan o'tgan zirh tizimi, yilma-yil yangilanuvchi Guard platformasi va siyosiy transport bozoridagi o'nlab yillar davomida shakllangan amaliy ustunligi sabab tanlaydi.